Assalomu alaykum. Aka-ukalar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Charchamay, xonadoninglar tinchmi? Xo'sh, bugun video qilaman dedim, sal vaqtim bo'lmay qoldi. O'shanga operator tirjayvermay. Xullas og'aylimayapti videoga. Mana ish jarayonida ko'rib turibsizlar. Hozir sekin mana shu pachoqlarni chiqaryapmiz. Men bir narsani iltimos qilib qolaman. Mani kimdir yozibdi, mani lichkamga tashab qo'ying, armatura sotiladimi, sotilmaydimi? Любой xoros sotaman, aka-ukalar. Puli to'g'ri kelsa bo'ldi. Sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Hammasini sotamiz. Puliga to'g'ri kelsa, agar gapimiz bitta joydan chiqib, baraka qilib qolsa, hamma narsani sotamiz, aka-ukalar. Men bugun ish jarayonini, kichkina ish jarayonidaman. O'shanga bugun video chiqara olmay qoldim. Xudo xolasa ertaga yana bir obzor qilib gaplashamiz. Har xil kasalliklar to'g'risida nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Ya keyin bir akamiz yozibdilar, oyog'i qo'tir bo'lib ketyapti deb. Nima qilsa bo'ladi deb. O'zimiz mana qo'l maz bo'ladi-yu, krem для рук. Krem для рук. O'shani olib, oyog'iga surib, sursanglar menimcha bo'ladi. Chunki men yuzlarini, oyoqlarini shunaqa tuzatib olaman. Xoros tovuqlarimni. Xullas shunaqa gaplar aka-ukalar, ertaga xudo xolasa ko'rishguncha ertaga gaplashamiz. Bir obzor qilaman xoros tovuqlarni.